Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana musulmonlarning eng katta bayrami bo'lgan Eid Qurbon bayramiga ham juda oz kunlar qoldi. Bizlar ham Muraqqablar xayriya jamoasi olarak bilasizlarki, har yili bo'lgani kabi mana bu yilda ham mazlumlarni, chodirlarda yashayotgan mazlumlarni, faqirlarni, yetimlarni quvontirishga harakat qilib kelyapmiz. Albatta mana bu narsaga avvalo Alloh taoloning fazli va rahmati, so'ngra ehsonkor aka-uka opa-singillarimizning yordamlari, ehsonlari bilan muvaffaq bo'lyapmiz. Bugun ham mana ko'rib turganlar ushbu joyda qurbonlik uchun katta bir bozor ochilgan. Bu yerda qurbonlik uchun yaroqli bo'lgan qo'ylar yoki mana bunday mollar yoki tuyalar ham mavjud. Va albatta inshaalloh bu yil ham ehsonkor aka-uka opa-singillarimiz o'z ehsonliklarini, qurbonliklarini bizga yuborib kelyapti. Bizlar ham imkon qadar Allohning fazli bilan mana shunday qo'ylarni sotib olyapmiz va inshaalloh bayramga tayyor qilib, bayramning birinchi kunida qo'ylarimizni so'yib, mazlumlarga chodirlarda yashayotgan mazlumlarga ulashib, ularni quvontiramiz inshaalloh. Agar sizlar ham mana sanoqli kunlar qoldi, o'z ehsoningizni chodirlarda yashayotgan mazlumlarga, muhtoj oilalarga yuborishni istanglar, bizni aloqa manzilimizga chiqishlari mumkin. Bizlar ham inshaalloh sizlarning qurbonliklarini ado qilib, o'z ehtiyojmand bo'lgan oilalarga ulashtirib beramiz inshaalloh. Alloh taolo sizlardan va bizlardan rozi bo'lsin. Kelib kelayotgan Eid Qurbon bayrami sizlarga, bizlarga muborak bo'lsin.